Saharlik uchun eng tayyor bo'lgan ovqat qilamiz. Eng tez tayyor bo'lgan ovqat. Ovqat qilishga erinadigan bo'ydoq Pro Maxga tashlab qo'yinglar videoni. Videoga like bosing. Bizga kerak 100 gram go'sht, 2 ta sabzi, 2 ta kartoshka. Kartoshkalarni yengil achaveramiz. Voy, mashi bolani bundan boshqa futbolkasi yo'qmikin, ha? Deydiganlar topiladi albatta. Bu yil Ramazonni o'zim kutadigan bo'ldim. Yosham 27 ta kirib ketdi. Bo'ydoqlik ham jonga tegib ketdi. Jigar, like bosib qo'ying, tekinu. Qozonni piyozga tashladik, ajabsan ovqatni boshladik. Go'sht soling, aralashtiring, sabzi soling. Keyin dadam telefon qildi menga. Dada to'y qilamizmi desam, soqqanni bosing, dollar jo'nating desa bo'ladimi? Onasi ham sen kes so'rab undan ko'ra kerak bo'lmayapti bari. Meni kesaman jinni. Kartoshkani soling, bolgar soling. Bu ovqat juda ham tez tayyor bo'ladi. Albatta tayyorlab ko'rasizlar ham. Uydagilarga bu domlan gapini qo'yib berdim. Bizda uylantiringlar o bo'ydoqlarni. Ramazondan keyin narigi oyga pishiqchilikka demanglar, o'zi pishib o'tiribdi bo'ydoq. Bo'ydoq o'zi pishib o'tiribdi. Uni pishishini kutib nima qilasiz? Ovqat ham pishdi, men ham pishdim xullas. Voy, muncha ichib qirolak bosib qo'ying. Ertalab saharlikgacha ukunuramiz endi. Lag'man tayyor matida bo'ladi. Bu ovqat yemabsiz, bu dunyoga kelmabsiz. Ichiga chuchur ham bor, chuchur qo'shirganman. Ketadi-yu. Videoni soat nechida ko'rdinglar? Kommentga yozinglar-chi. Saharlikda qildik, ovqat turdik. Kelaversa iftorlik qilib beraman ertaga. Shu videoni ko'rib turgan barcha insonlarga sog'lik, salomatlik tilayman. Barcha ezgu niyatlarga yetsin. Bo'ydoqlarga soliha qoriya, juft halol uchrasin. Amin, Allohu akbar. Like bosing.